bir ketmon aniq navbat bilan bir ketmon aniq navbat bilan bir-biringiz yod eting. Bu Abdulaziz otamni juda bu nimalari yuqori bo'lgan. Bu degan odamlarni bu yuqoridan shayx odamlar ketdi. Elda xalqqa xizmatini qonun va doim qilgan ekanlar. Endi katta bobomiz G'osi otam ziyoli, kimyo onam ziyoli, bunday ziyoli qiyom yigitlar yetishdi. Bu hozir bo'lsa halak shunaqa go'sht bo'ladi. Bu Dilmurodjon aynan Dilmurodjon shunday bolalar sabab bo'lib bag'riga bosib ketadi, xizmat qilib, boqib o'qitib, odamlarni qatoriga qo'shib, Xudoning rahmatiga ko'chirgan Abdulaziz otamni Xudo rahmat qilsin. Kim kelsa bu dunyoga o'lmasga tug'ilmaydi. Bu alhamdulillah aytadi. Kim kelsa bu dunyoga o'lmasga tug'ilmaydi. U o'zi esa bir kun o'lmaydi qolmaydi. Qur'onni yod ayla, arvohini shod ayla. Kim ko'rsa uni yaxshi, bu ishni unutmaydi. Hamma etsin. Hayotimizda uyga narsa ko'tarib olamiz, otamizga, enamizga. Nima aytdik? Endi vafotdan keyin undan-da xizmatni ko'paytirish kerak. Ya'ni endi u ehtiyoji bo'lib qoldi. Muhtoj bo'lib qoldi. Nimaga? Faqat bitta narsaga, duoga. Biz duo qildik, mana juda ulug' zotlar, bu butun Toshkent juda ko'p odamlar kelishdi. Bu otani izzati, hurmati joyida bo'lganlik, e'tibor bo'lganligi uchun uni ruhi shod bo'ldi. Nimaga? Tilovatlar, mana go'zal xatm Qur'onlar bag'ishlandi. Hali yuqori ota-onang ruhini eslab shod qil, ya'ni yotgan manzilini obod qil. Bu so'zim kelmas xurofotdan darak, bu haqiqat olamiy ibrak demak degan istidomlar. Xudo ashun buni otam rata xursand qildilar. Ruhlar rata rozi bo'ldi. Inshaalloh kelgan odamlar ham yuksak mana bu mana Qordadagi ulug' zotlarni ko'rib biz ham xursand bo'ldik. Otamizni jisman ko'rmagan bo'lsak ham ruhan u odamning kimligini ko'rdik, bildik, tanidik. Xudo rahmat qilsin. Bu dunyolarga hammalariga shon berdi. To'y tomoshalar bilan